Xitoy turma qoidasini Sharq Turkistondagi oilalarga elib kirdi. 15 dekabr Jungshin xabarlari to'g'ri bergan xabarda ma'lum bo'lishicha, Xitoy doiralari Sharq Turkistondagi 100 necha ming qo'rchoq amaldor va Xitoy kadrlarini harakatlantirib, Sharq Turkiston xalqi bilan majburiy qo'shmoq tuqqan qilib, birga turish, birga tamoq yeyish, birga ishlash, birga o'g'inish qilishdan iborat qoidani yurgizishga boshlagan. Xitoyning bu qoidasi Sharq Turkistondagi Xitoy turmalarida 3-4 mahbusni bir guruh qilib, o'zaro nazorat qilish, o'zaro cheklash, birga o'g'inish, birga faoliyat qilishdan iborat qoidasining o'z ayni bo'lib, Xitoy bu ijroati bilan turma qoidalarini Sharq Turkistonliklarning oilalarigacha elib kirdi. Singapurlik tadqiqotchilar Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. 14 dekabr Sharq Turkistondagi assimilyatsiya va irqiy ayrimchilik degan kitobning avtori Amina Ertürk xonim bilan Singapur Nanyang Texnika universiteti xalqaro tadqiqot maktabining tadqiqotchisi professor doktor Muhammad Nawab Muhammad Osman apandi Xitoyning musulmondan qo'rqish kasalligi temasidagi tadqiqotining muvaffaqiyatli oxirlashganligi munosabati bilan Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Ziyorat davomida Sharq Turkiston ma'rif va hamkorlik jamiyati raisi Hidoyatulloh O'g'izxon Sharq Turkistonning hozirgi echinishlik vaziyati, Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qartilgan irqiy qirg'inchiliklarni umumlashtirib bayon qilib berdi. Qo'li musulmonlarning qini bilan bo'yalgan Xitoy islom allarini yana bir qatim aldashga urindi. Xitoyning Sharq Turkiston musulmonlariga qartilgan irqiy ayrimchilik, qirg'in qilish qilmishlari dunyo jamoatchiligining ayblashiga uchrayotgan bir paytda Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Lu Kang Beijingda o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Islom hamkorlik tashkilotining xalqaro jamoatchilikka e'lon qilgan chaqiriqini qarshi olganligini hamda 1967-yili belgilagan chegara siziqiga binoan poytaxt Sharqiy Quddus bo'lgan bir mustaqil Falastin davlatini qo'llaydiganligini bildirib, dunyo musulmonlari tarafdori bo'lib olib aldamchilik qildi. Amerika generali Turkiyaga aloqador so'zidan yondi. 15 dekabr Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Oqsaroy davlat xavfsizlik ishlari maslahatchisi general Herbert Raymond McMaster o'tgan seshanba kuni Turkiyaga aloqador qilgan so'zlaridan yoltaydi. U burunqi so'zlarga tuzish kirgizib, prezident Donald Trumpga o'xshash manmu Turkiya bilan Amerika orasidagi kuchli ittifoqdoshlikqa sog'lom shaklda ishonguchilardan biri dedi. Janva yig'ini natijasiz bo'ldi. Turkiya ovozi radiosining xabarida bildirilishicha, BDT Suriya alohida vakili Demistura axborot e'lon qilish yig'inida 2017-yil 28 noyabrdan tortib Suriya o'qituvchilari bilan 11 qatim, Bashar Asad hay'ati bilan 7 qatim yig'in ochganligini, o'qituvchilarning talabi bo'lgan vaqtliq hukumat, asosiy qonun, saylam va terrorlikqa qarshi kurashdan iborat 4 asosiy temaning hammasini muzokara qilganliklarini, biroq Bashar Asad hokimiyatining faqatli terrorlikqa qarshi kurash masalasiga markazlashib olganligini bildirdi. Turkiya Quddus haqida amaliy qadam oldi. Turkiya Cumhuriyeti Tashqi ishlar ministrligi internet sahifasida Sharqiy Quddusni Falastinning poytaxti deb e'lon qildi. Ministrlikning internet sahifasidagi Falastin davlatiga doir tafsilotlar ichida 2017-yil 13 dekabrda İstanbulda chaqirilgan Islom hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'iniga ishorat qilib, Sharqiy Quddus Falastinning poytaxti deb birdak e'tirof qilinganligi ta'kidlandi.